Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun obzorimizda Jack X200 Premium tovarli furgon hisoblanadi. Mashinamiz standartini oldindan aytib o'taman. 275.520 ming so'm. Avtokreditga persilingan naqdga xarid qilsangiz bo'ladi. Motor 2 lik atmosferli 147 ot kuchiga ega. Hop, kitobida 1 tonna 772 kilo yozilgan bilan bemalol 3 tonnagacha bo'lgan yukni oladi. Bu izotermik qilingan. Salonda 3 kishiga yurish uchun ruxsati bor. Ya'ni shofyor hamda yonida ikkita pomochnik olib yursa bo'ladi. Konditsionerlar mo'shni ishlaydi. Oldi 15 lik balon bilan jihozlangan va poddoshka bo'ladi, ya'ni torsovoy vilka bo'ladi. Hop. Bu yon tarafida mashinada eshik bor. Ko'rsatishim mumkin, mana ichki tarafi yon tarafdan ko'ringanda. Hop. 9,5-10 kuba atrofida yuk bemalol ola oladi. Orqa yukxona o'zlaridan chirog'i bor, orqa taraf esa ikkitalik eshik hisoblanadi. Orqa 13 lik qo'sh balon. Zapaskalar 15 lik bitta, 13 lik bitta qo'yib berilgan. Hop. Mashina sotuvda tayyor. Buni oziq-ovqat yetkazib berish uchun yoki umuman olganda dastavka uchun bemalol olishingiz mumkin. Ayni bundan buyog'iga issiq kunlar yaqinlashmoqda. Bemalol tepasiga konditsioner qo'yib olishingiz mumkin, ya'ni refrigerator qo'yib o'rnatib olishingiz mumkin. Mashina xarid qiladigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'yicha hamma joyda narx-navolar bir xil hisoblanadi. Hozir Termiz filialida videoni ko'rib turibsiz. Hop. Pastda raqam qoldiraman, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mashina sotuvda tayyor. Sog' bo'linglar.